Assalomu-alaykum. Men Aydina Asqar. 10 yoshga kirdim. Men bugun Turkiya bilan Turnaning hikoyasini o'qiyman. Turkiya bilan Turna. Kichkina Totiru. Turkiya Turnani mehmonga chaqiribdi. Kichkinaga Turuを食事に招きました。Men o'xshatib aytgan sho'rpani qani marhamat deb yaproq taqsirga diqqatdan sho'rpa ichibdi. Saあどうぞ。僕の自慢のスープです。出されたのは平たいお皿にたっぷりのスープです。Mezlik pulaqdan turna sho'rpani ichmoqchi bo'pti. 美味しそうな匂いに鶴は早速飲もうとしました。Ammo uzun tumshug'i taqishib, tumshug'i salla namlanibdi yu ichamabdi. けれども長いくちばしが邪魔をして飲めません。先っぽがほんの少し濡れるばかりです。Onun yanında Türkiye heceyip turib razmenlik bilen sho'rpani siniribdi. その隣で狐はにやりと笑いながら満足そうにスープをすすっていました。Shundan bir mezgil o'tib, bu qatam Turna Turkiyani uyga chaqiribdi. それから少しして今度は鶴が狐を家に招きました。Ardınqi qatamqisini qayturg'ini Turkijan jik jik yan deb og'zi kichik uzun lunqiga purchaq ichibdi. この間のお礼ですわ。狐さん、たっぷり食べてくださいね。出てきたのは口の細長い壺に入った豆でした。Turna ustalik bilan tumshug'ini lunqiga so'zib purchaqni yebdi. 鶴は上手にくちばしを突っ込んで豆をつまんでいきます。Ammo Turkiya taqatla yermabdi. Tirishib burnini so'zsimu lunqini og'ziga patmay purchaqni yermabdi. しかし狐には全く食べることができません。頑張って豆を取ろうとしても鼻が壺に入り口にかかるだけで届かないのです。Turna, "Vay, Turkijan, tartmayyan" degunicha purchaqni mazza qilib yebdi. あら、狐さん、遠慮なんてしないでくださいね。鶴は美味しそうに食べています。Ko'z oldida mazalik taom tursa, yeyolmagan Turkiya afsuslanganicha purqinira turibdi. ああ、すぐそこにごちそうがあるのに食べれないなんて。狐は悔しそうに匂いを嗅いでいました。Yamanlık kırsa yamanlık yanur. 意地悪をするといつか自分に返ってくるものです。